siz menga pora taklif qilyapsizmi? Yo'q aka, qanaqa pora aka? Bu shunchaki aka-uka bo'lib ketishimiz uchun qadam aka. Shunday desak to'g'riroq bo'ladi. Ol mana buningni. Aka, Menga qara. Menga kimni jiyanisan? Orqangda kim turibdi? Menga ahamiyati yo'q bu ishlarning. Ishiga layoqatli, o'z kasbini yaxshi ko'radigan odam bunaqa yo'l bilan ishga kirmaydi. voy aka, ja osmon ketmang. Men yaxshilik taklif qilyapman-ku, siz noz qilasizmi? Mana oling aka, oramizda sir bo'lib qoladi. Hech kim bilmaydi. Olavering aka, ishim bitsa bo'ldi. Ikkovinglar ham joylardan qimirlamanglar. Mana shu odam meni ishga qabul qilish uchun pora so'ragan. Voy, nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapir. O'zingizni bosing. Qarshilik ko'rsatmang. Qolganini mahkamada gaplashamiz. Siz esa hurmatli jabrlanuvchi, biz bilan yuring. Guvohlik berasiz. Albatta komandir, albatta guvohlik beraman. Men ichki ishlardan Rasulov Nizomman. Ustizdan korrupsiya va mansabni suiiste'mol qilish bo'yicha ariza kelib tushgan. Qolganini borgandan keyin bilib olasiz. Iltimos, men bilan yuring, qarshilik ko'rsatmang.